Xo'p, Prezidentimizning 62 sonli qaroriga asosan sizlarda yoshlar biznesi uchun imtiyozli kredit mahsulotimiz mavjud. Bu xizmat turidan kimlar foydalana oladi? Ya'ni bu xizmat turimizdan ta'sischi yosh fuqaro bo'lgan yuridik shaxs tashkil etgan holda faoliyat yurituvchi yuridik mijozlar hamda yakka tartibli tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyat yurituvchi yosh fuqarolar foydalana oladi. Ya'ni kredit miqdori 500 million so'mgacha, ya'ni 500 bundan tashqari 500 million so'mdan 1,5 milliard so'mgacha, 1,5 milliard so'mdan 5 milliard so'mgacha kredit miqdorini olishingiz mumkin. Xo'p, agarda sizda yakka tartibli tadbirkor hamda yuridik shaxs bo'lmagan qarz oluvchi bo'lsangiz, shu bilan birga 500 million so'mgacha kredit miqdorini olmoqchi bo'lsangiz, kamida 2 nafar yangi ish o'rnini yaratish sharti bilan beriladi. Agar siz yakka tartibli tadbirkor hamda yuridik shaxs bo'lmagan qarz oluvchi bo'lsangiz va hamda 500 million so'mdan yuqori 1,5 milliard so'mgacha kredit miqdorini olmoqchi bo'lsangiz, bunda sizda kamida 3 nafar yangi ish o'rni yaratishi talab qilinadi. Xo'p, agar siz yuridik shaxs bo'lsangiz, yoshlar uchun hamda ushbu yuqorida keltirilgan summalarni olmoqchi bo'lsangiz, yoshlar uchun ish o'rinlari loyihasi doirasida yoshlarga kamida 20 nafar yangi ish o'rinlarini yaratish sharti bilan loyiha ishga tushgan sanadan boshlab 3 oy ichida yangi ish o'rinlari to'liq yaratilishi shart. Xo'p, kredit muddati, agar siz aylanma mablag'larni to'ldirish maqsadida kreditni olmoqchi bo'lsangiz, sizga kredit ajratishning maksimal muddati 18 oygacha beriladi. Agarda kredit summasini asosiy vositalar, asbob-uskunalar sotib olish, qurilish ishlarini bajarish maqsadida olmoqchi bo'lsangiz, sizga 7 yilgacha ushbu imtiyozli kreditimiz beriladi. Xo'p, buni imtiyozli davriga kelsak, agarda aylanma mablag'ni to'ldirish maqsadida olsangiz, sizga 6 oygacha imtiyozli davr bor. Agarda siz asosiy vositalar, asbob-uskunalar sotish, qurilish ishlarini bajarish va boshqa maqsadlarda olmoqchi bo'lsangiz, 2 yilgacha imtiyozli davr beriladi. Birorta savollaringiz bo'lsa, so'rayman. Bo'ldi, sizlar narsalar bilan tanishdik. Shularni hozirdan rasmiylashtirsak bo'ladimi? Bo'ladi, bugundan rasmiylashtirsak bo'ladi.